odamlarda defitsitlarni yopadigan narsalar, mikroelementlar, boshqa narsa degan tushuncha bor. Juda ham ko'p bad ichma, miomeni o'stirib yuboradi, mumkin emas, vitaminlar 40 yoshdan keyin mumkin emas degan narsalar keladi. Lekin aslida analizini qarasangiz, 40 yoshdan keyin muhtoj tanasi hamma narsa defitsit. Ko'zlarning atrofidagi qorayishlar, holsizlik, soch to'kilishi, tizzadagi yemirilishlar, gormonal buzilishlar, qizib ketishlar ayollarda mana klimaks davrida bo'ladi. Mana shu vitaminlar yetishmasligidan yillar davomida sekin tana juda ham kuchli defitsitga qarab kirib ketadi. Ana shularni ko'rgan holatda keyin mana shu vitaminlarni inson tanasida o'zi asosiy 3 ta makronutriyentlar bor. Oqsil, uglevod, yog' va mikronutriyentlar bor. Mikronutriyentlarsiz hayot bo'lmaydi, yasha olmaysiz. Tanangizda mikronutriyent yetishmasa, ham rak kasali boshlanadi, ham kista miomalar boshlanadi. Ham kuchli zaharli anemiya, железо defitsitli anemiya, kislorod yetishmaslik. Mana e'tibor qiling, Covid juda ham avj olgan paytda eng ko'p vazni katta insonlar o'lib ketdi. Nimadan o'ldi? Kislorod yetishmasligidan o'ldi. Chunki ularda anemiya bor edi-da o'zi ularda железо defitsitli anemiyasi bor edi. Unga Covid qo'shilib, kislorod yetmay o'lib qoldi. Mana shu holatlar. Agar ana shu insonlarda железо defitsitli anemiya bo'lmaganda, ular yetarli darajada temir moddasini hazm qilganda, tanasidagi defitsitlarni yopganda Covid kelardi, qanaqa bir asoratlar bilan qaytib ketardi.